Avtoserivisda ishlaydigan akalarimiz uchun ultrazvukoviy vanna bugun batafsil tanishtirib o'tamiz. Bu ultratovush vannasi 150 litr Xitoyda ishlab chiqarilgan 3000 watt kuchi. Ya'ni bu любой o'sha blok, любой zapchastlar o'sha qorayib ketgan zapchastlarni top-toza qilib chiqarib beradi. Buni alohida endi parashoklari bo'ladi, lekin bizdan olsanglar o'sha parashokni qanaqa tayyorlashni ham aytib beramiz. Buni mana ochib turib, mana hamma narsa oson bo'tdi. Endi buni har xil hajmida bo'lishi mumkin. Biz mana shu 150 litrlikni olib kelganmiz. Как раз mana shu 150 litr объемida o'sha bloklarni solib turib, bemalol qaynatib, o'sha blokni tozalab, zapchastlarni tozalab, shundoq klientlarga qo'yib bersanglar rozi bo'lib ketishadi. Mana bu hamma dokumentlari ham bor. Mana bu katta bir korobkasi bor, mana ichida mana har xil narsalar bor. Xo'p, bularni ham ochib ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu slivnoy mana bachoklar bor mana. Mana suvni to'ldirasizlar, keyin isqirib bo'lib ketgandan keyin mana bu shuni ochib olsanglar, suv ham to'kilib ketaveradi. Demak, mana sizlar bilan mana ochamiz birga. Ichida mana bu kontrol upravleniyasi. Ko'rsatamiz sizga. Mana kontrol upravleniya. Mana bunaqa kontrol upravleniya bo'ladi. Bu o'zi 380 ga ishlaydi. O'sha ulab qo'yib turib, kontrol upravleniyasi boshqaradi bu. Endi boshqaradi deganimda o'sha temperaturasini boshqaradi. Keyin o'sha slivlarni hammasini mana shuni knopkalarda mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni yana YouTube'da batafsil ko'rsatib o'tamiz. Buni mana hamma instruksiyalari bor. Mana kitobchasida. Buni mana uzunligi 60 cm, chuqurligi 50 cm, eni 50 cm. Buni isitish kuchi 4500 watt. Buni ultra tovush kuchi 1800 watt. Tak, o'zi hajmini aytib o'tdik, 150 litr. Bu o'sha yag'ir bo'lib ketgan bloklarni ham bemalol tozalab bera oladi. Buni mana bu o'sha panel upravleniyani qo'yib qo'yasizlar, necha minutga, endi bir xil yarim soat qo'yib qo'yadi, kimdir 20 minut, kimdir 1 soatga ham qo'ysanglar bo'ladi. Bemalol ishlab beradi bu narsa. Bu o'zi bu narsadan oldin ham sotganmiz, endi ko'rsatamiz. Olganlar bor. 4-5 yildan beri ishlashyapti. Agarda sizlarga ham mana shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. O'sha Sergeli mashina bozorining orqa tomonida yangi ochilgan showroomimiz. Buni narxini sizlarga 30 million so'm qilib beramiz. Kelsanglar ozgina skidkalari ham bor. Endi mana shu yangi ochilishimizga skidkalar qilib beramiz.